Roblox degan bizlar bugungi videoda hammalar birga juda ham prikolli mana shu qiziqarli o'yin o'ynaymiz avvalo. Короче, bizda orqamizda ko'rib turgandek xodalar bor. Bu xodalar orqali biz o'zlarimizga xoda zavod qurishimiz kerak bo'lgan taxta zavod bo'ldi. Taxta deyiladi, xoda deyiladi, farqi yo'q yani. Bitta qanaqadir narsani bosib o'tdi bo'ldi. Bosmasini oldi videoga like bosganimiz, obuna qo'yishni unutmanglar bo'ldi. Albatta har doim random ega model 5 ta bo'lsin dizga qo'shib olaman bo'ldi. Sizlar ham dizga qo'shmoqchi bo'lsangiz, pastdagi hamma kanallarga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmanglar bo'ldi. Keyin bo'ldi Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Telegram kanalda men har hafta admin avizda trade millar tarqataman. Yo'q. Короче, mana bitta $0 ga biz bitta taxta olar ekanmiz. Bitta taxtaga biz mana aylantirishimiz mumkin ekan. Bitta aylantirib turib o'zimizga bolg'a olar ekanmiz bo'ldi. Menda $1300 pulim bor va bunga men $60lik bolta olsam bo'lar ekan. Bu $2 sekundiga ishlar ekan menimcha. Taxtani biz mana shu yerga qo'yar ekanmiz mana. $43 ga kuchaytirsa bo'lar ekan, ustiga bosib va mana taxtalar ishlab chiqarilar ekan. Bu taxtalarni keyin biz sotish uchun, maydalash uchun mana apparatga olib borar ekanmiz. Bo'ldi. Mana bu esa maydalab buni qayergadir olib borar ekan. Upgrade qilsak, buni sekundiga juda ham tezlashadi. Da bu tezlik ekan. Mana yerda keyin stamp degan narsa bor ekan. Stamp nima ekan? Messi stamp. Yaxshiroq taxtani biz mana bu yerga qo'ysak bo'lar ekan. Zo'rroq daraxt chiqar ekanda bolalar, zo'rroq daraxt chiqar ekan. Demak, buni betga olib kelamiz, daraxtlarni tiqamiz, yaxshi. Endi bu pul ishlaydi dalishi. Juda ham zo'r. Короче, bu yerda bizga nimalar bor? Tekinga 2 ga pul berar ekan, gruppaga qo'shsak, lekin gruppaga qo'shila olmayman bolalar, chunki menda gruppaga joy yo'q. Yo'q, 2x money olib qo'yamiz bolalar, 2 ta Robuxga, 2 ta Robux 2x money oldim. Da. Keyin mana yerda avto collect bor ekan. Pro pack olaylik, to'xtaylik, hozir birinchi pro pack olamiz. Pro packga biz o'zlarimizga bolg'a $80 kristal bolg'a berdi. Buni betga qo'yamiz, bu ham chopotdi. Endi mana yerda 1300 ta taxta yig'ilib qolibdi. Buni betga tiqamiz yana. Nima? Hozir. Короче, 45 Robuxim qoldi. 11 ta Robuxga 4x o'tkazib qo'yaman. Nima? Obunachim. Ana kimni bolg'alari? Bizlar ham o'tib ketamiz. To'xtab tur. Auto spin bor, fast spin bor ekan, like roll bor ekan. To'xtaylar, auto process double wood. Auto collect kerak bizga pulni avtomatik yig'adigan. Hozir to'xtab tur. Qanaqa jo'ra? Bu kim bu? Bu kim edi bu? Samuray-ku haqiqiy. Men fake bola. Kiyimim ko'radigan boshqacha. Короче, 100 ga pulim bor. Mana pulni kuchaytirib tashlaymiz. Juda ham ko'p pul kuchaytirib tashladim. Mana bu yerda aylantiramiz spinni. Normal narsa tushishni kutyapman. $500lik. Sekundiga qancha berar ekan bu? $7. Yo-mayo. Musir ekan bu. Musirga tashlab yuboramiz. Mana ular ishlayapti. Qochib tursang-chi. Mana kuchaytiramiz. $28, 28 ming pulim bor. $381 dan beryapti. 67 ta taxta yig'ib qolibdi. Yo-mayo. Nima debdi obunachi? Video o'ylabsizmi? Da, конечно, video o'ylabman. Mana aylantiramiz. Bu yerda biz o'zlarimizga buy roll kuchaytirsak bo'lar ekan. Buy stamp kuchaytirsak bo'lar ekan. $500 yaxshimi? Zo'r. Mana speedni kuchaytiramiz, keyin omadni kuchaytiramiz. Omad 6x omad bo'lib ketdi. Yo-mayo. Boshqa gap. $1000 ekan mana, lekin bu musirligiga men ishonaman bolalar. U musir вообще olib qo'yamiz $4 bilan 4 Robuxga. Starter package nima chiqadi? $23lik. Buni ham qo'yib qo'yamiz, mayli. Hozir bularni kuchaytirishimiz kerak. Men 16 ga ekan kuchaytirish. Yo-mayo. Bo't, hamma pulimizga hozir kuchaytirib $110 dan beryapti. Mana uchun. Buni kuchaytiramiz, bu $15 dan beryapti. Hammasi zo'r. Yana aylantiramiz. Qani taxtalarimiz 34 ga taxta yig'ilib qolibdi. Yo-mayo. Buni tiqamiz 1.5 kadan hozir ko'payadi. Pulni zo'r beryapti qayerda pulimiz ko'payishini. Stamplarni ko'paytirib tashlaymiz. Nima bu? Ikkinchisi ham chiqsa bo'lar ekan endi. Yo-mayo, yaxshi. Stamplar nima edi? Yangi stamp olsa bo'ladi bolalar. Masalan, 3x stok bolalar 36 ga mana shu oladi. 2.5x boost qilib beradi. Buni betga tiqamiz. Yaxshi. Buniki $954 dan yig'yapti endi. Tiqamiz. $5000 chiqdi. Yo-mayo, ko'paytirish kerak edi. $16000 ga chiqdi menga. $16000 ga chiqdi menga. $43 dan beri obsidianli narsa ekan bolg'a. Obsidianli bolg'ani kuchaytiramiz. Sekundiga tagidagi anusini ham kuchaytiradigan bo'lsak, mana usini 36 ga kerak. Da 2x money. Men 4x olib qo'yganman. Buni aylantiramiz. Normal bolg'a tushishni kutyapman. Da 28 ga u chiqib qoldi o'sha.
Buni ham tiqamiz. 70 ga bo'lib turibdi bu yerda. Mana azizcha kuchaytirib olamiz, tezligi ko'payadi. Yana 25 mingta wood taxtani qilamiz. Demak, stamp olishimiz kerak. Bolalar yangi $6000. Men stok qolmabdi-ku. Yo'q-mayo. 8x li stampni biz qaysini qo'yib qo'yamiz. Вот, ana shu goldga qo'yib qo'yik. Goldda normalniy turadi. 45 mingta taxta yig'ib qoldi. Taxtani tiqib qo'yamiz. 260 kamiz bor bolalar. 260 ga bizga yangi 216 3.5x li mana stamp qo'yib qo'ysak bo'ladi. Bu stampni buni tagiga qo'yamiz bolalar. Bunikini esa mana bunga qo'yib qo'yamiz. Obsidianga. Bu 1.6 ga, bu 1.3 ga beryaptimi? Ye. Bu qanaqa bo'ldi endi hozir ikkalasi? Obsidian zo'r beryaptimi shu yerda? Kristalda. Va obsidian kuchaytiraychi 2.4 ga beryapti obsidian. Ye, nimaga qo'yib qo'ydim? Joyiga qo'y. Petramiz 2.5 ga beryapti bu ham. Yo-mayo, 167 mingta taxtamiz bor. Buni tiqamiz. Hozir hamma pulimizga endi buni kuchaytirishimiz kerak bo'ladi. Juda ham tez pulimiz ko'payishi uchun. Rewardda nima bor? Tekinga 1.2 million stil axi bilan 1.2 million berdi. Bu stil axi bizga kerak emas. Fotoraza va mana bu axi ham bizga kerak emas. Buni remove tashlaymiz va buni musulga tashlab yuboramiz. Buni upgrade qilishimiz kerak. 16 dan sotyapti endi. Buni boshqa gap. 217 mingta taxta yig'ilib qolgan. Ulardan qo'yamiz va sotaveramiz. Bu yerda stokda nimalar bor? 216 mingligidan yana ikkita olsak bo'lar ekan. Bundan ikkita olamiz va bularni ham 3.5 xliklarni betga tiqib qo'yamiz. Bunga bitta tiqamiz. Endi bular ancha yaxshiroq. Buni betga, buni esa metga qo'yib qo'yamiz. Hoppa, bunisi boshqa gap. Mana $300 bo'ldi. Buni 5 ga kuchaytirib qo'yadigan bo'lsak, 1.8 ga 2.9 gadan beryapti. Mana ularni kuchaytiradigan bo'lsak, obsidianni 3.8 gadan beryapti. Buni esa yana kuchaytiramiz. 5.1 ga? Yo, 500 mingta taxt yig'ilib qolibdi. Bularni tiqamiz, pullarimiz qolmadi cho'ta. Pullarni yig'ish kerak bo'ldi, avtospin. Mana nimalar paydo bo'ldi? $476 ming ga $274 mana axi. Ruby axi bo'ldi, mutatsiyalik. Buni ham kuchaytiramiz. 9 gadan sekundiga beryapti. Yo-mayo, bo'lsa boshqa gap. Yana 500 mingta taxtamiz tayyor. 500 mingta taxtani tiqamiz. Buni kuchaytirish esa 1 million ekan. Davay unda bu mayli 1 million kuchaytirib tashlaymiz. Davay. Hoppa, 24 gadan beryapti. 7 million kerak yana. Taxtalarimiz vobshe tez ko'payibdi o'zi ham. Bularni juda ham tez sotib olishimiz kerak. Buning uchun esa biz albatta anani kuchaytirishimizga to'g'ri keladi. Mana kuchaytirishimizga 1.7 million pul kerak. Davay. 1.7 million pulimiz bor. 1.7 millionga nima deysizlar? Normalniy bolg'a chiqadimi? Normalniy bolg'a olishimizdan oldin biz lekin mana kuchaytirishimiz kerak. Buy stamps. Mana bitta axini speedini kuchaytirsa bo'ladi. Mana bu yerda uni upgrade qilamiz. 2.7 million kerak bizga. 1 millionta taxtamiz bor. Taxta zavodimiz vobshe rivojlanib ketdi. Buni boshqa 2.7 million yana kuchaytiramiz. 56 gadan sotyapti. Yana 4.5 million pul kerak bizga. 9 milliardlik gadli axechdi buni qara. 9 milliardlik. 9 milliardlik. Yo-mayo. 5 million pulim bor. Buni yana kuchaytiramiz. 84 gadan sotadi. Endi 1.5 millionta taxtamiz bor. Undan chiqqanini ko'rdingmi? Mana gadli axini ko'ryapsan? 400 Robux ekan. Yo-mayo, 400. Nima olib kelsan? $4. Musor. Bular ham musor. Omadni kuchaytirish kerak. Qarorchi, lak kuchaytiramiz. Bonusda. Oy, 20x lak qilib qo'ydim. 155 kalik. Yo'q, bu musor 155 kalik. Menga 400-500 kalik. Yo'q. 13 millionlik. Men shu boshqa gap. Men 13 millionlik oldim. Appni bossam chiqadi deb, appni bossam. Menda bor u. Chiqma bu yoqqa ke. 1.5 million yana sotib olamiz hammasini hozir. Yo'q, qanaqa chiqding? Qani? Mana. Bitta chiqdim men. Bunga chiqasan, keyin bunga chiqasan. Qaraman, qarab chiqaman. Bunga chiqaman. Ko'rding? 13 millionga axiya bor, Amir. 13 millionga. O'shani sotmoqchiman. Mana ular yomon tez ko'payadigan bo'ldi bolalar. Taxtadan olaveramiz dalshi. 2.5 yana bitta kuchaytirsammikin? Yoki 13 millionga olsammikin? 13 million yaqin qoldik. 13 millionga olib qo'yamiz. 13 million 800 ming ekan. Qara oldim. Qara. Mana oldim. 1.7 ga. Balki qo'yamiz. Buni tagiga endi stamp ham qo'yishimiz kerak. Ko'tingga tiqay. Taxtadan qo'yib qo'y, pul qolmayapti cho'ta. Bor, ishingni qil bor. Nima?
ikkita 3,5x li stamp oldim. Bularni qo'yib qo'yamiz. Buni esa betga qo'yib qo'yamiz. Yaxshi. Endi nargisini kuchaytirishimiz kerak. 1 minut taxta uje yig'ib qo'ydi. Mana juda ham tez sotib yuryapti. 7,5 million pul yo'qishimiz kerak, lekin mana uni kuchaytirishimiz kerak hozir birinchi. Mana uni kuchaytirib tashlaymiz. 88 k. Oh my god. Onu sotamiz. Bir 7,5 millionga mana ochishimiz kerak hozir. 7,5 millionga. Srochno ochmasak bo'lmaydi bolalar. Chunki hozir slabiy plyushi. Dayda tez. Ma. Bo'lsa boshqa gap. Yana 12 million kerak. Yana 12 million. Yana nantaysa normalniroq bolg'a tusharmikan. Mana rollslarni ko'paytirib qo'yaylik. Yana lantiramiz. 470 million yo musir bilan. Stok 3 minutdan keyin kelar ekan, normalniy stok kelgan hali 4,5 million taxtamiz bor. 4,5 taxtani tiqib qo'yamiz aytga. 12 million yana kuchaytiraman. 8 ta Robux'ga kuchaytirib olar ekan. Yana kuchaytirdik. Yana bitta kuchaytiramiz bora 8 ta Robux'ga. Oppa! Bunisi vahshiy o'shqa gap. 400 mingdan sotdi. 400 mingdan sotdi. Endi buni yana aniq qilamiz. Mana 55 millionga kuchaytirsa bo'lar ekan. 55 millionga. Selwood. Sotamiz bu taxtalarni. Bitta stamplarni joyini ko'paytirsak bo'ladi. Yo'q, bu yerda musullar chiqatirmagadir. Mana axiylarni spidi 130 millionga chiqdi. Mana shuni olamiz bo'ladi. 130 millionga olamiz. 130 millionga olamiz. Hali 2 minutdan keyin stok kelar ekan, yangi stamplarga. 55 millionga savozlarni qo'yib qo'yaman yana. 130 million pul kerak menga, 130 million. Yo, bolalar 55 milliondan pul kerak menga, 55 million. Davom etamiz. Doktor hozir 130 million yig'aydi. Oldin 130 millionga axiyni olsak, vaqti qimmat bo'lsa kerak. Kellat axiyda, kellat men qaysidir o'rniga qo'yib qo'yamiz-da. 2.9 kerak. Mana shu qo'yib qo'yamiz orqa tarafga. Bunga ham menga lekin stamp kerak. Yaxshiroq stamp olishim kerak oldin. O'sha qolmabdi-ku taxtalar. Bizga pul kerak ko'proq taxtalarni sразу olib borishimiz kerak. Mana tez taxtalarni olib borib yetkazib turishimiz kerak. Va taxin tezlik ishlatishimiz 40 necha dirham million ekan. Yo. Bo'la taxtalar qolmayapti nimaga? Taxtalar qolmayapti. 103 million, 106 million, 108 million pulimiz bor. 2 milliondan qo'shibdi har bitta sotganiga. Demak, bizga 130 million bo'lishi uchun yana ozgincha qoldi. 123 million. 130 million. Davay. Yaxshi. 137 million. Bo'ldi bolalar. Mana olamiz. Oy 6 sekundiga 6 beradi. Buni betga tiqamiz, qaranglar. Mana buni o'rniga buni remove qilaylik-da. Buni ham remove qilaylik, buni betga qo'yamiz. Buni esa betga qo'yamiz. Ikkalasi ham bir xil ekan-ku baribir. Mayli. 12 millionimiz bor. 12 millionga buni kuchaytiramiz. 200 ga beryapti. 200 ga taxta beryapti bu sekundiga. Endi buni tiqaylikchi. Hozir pul berdi. 245 million pul berdi menga hozir. 55 million hammasiga buni kuchaytiramiz. 1 milliondan sotyapti endi. 1 milliondan. 130 million pulimiz bor yana. Qanday aylantiramiz? 130 millionga yana bitta axiy olsa bo'ladi o'zi qimmatidan. Vaqti qimmatidan axiy ber. Yo, menga musurlardan beradi. Iltimos qimmatidan ber, prям dahshatidan. Davay, bosh. 130 million yana. 130 million oldim. Yana 130 million oldim. Buni 2,5 kalik o'rniga qo'yib qo'yamiz. Buni remove qilamiz. Buni qo'yamiz va buni 67 millionga kuchaytiramiz. Voy 500 ga beryapti, 500 ga. Buni musiga tashlayveramiz. Ana direksiyonini. Voy 46 million da taxta. Bolalar. 400 mingga chiqdi. Dayash qimmatidan bormi yana? 100 1 milliardlik chiqsin, 1 milliardlik. Yo, musir chiqyapti. Faqat hozir X ni ko'paytirishimiz kerak yoki mana tezlikni kuchaytirishimiz kerak. X ni ko'paytiramiz. 26x qilib qo'ydim. Qimmatidan tush iltimos endi, qimmatidan obunachilar kelyapti, obunachilar. Nima muslar chiqyapti? Obsidian deyapti faqat. Necha obunachilar keldi bola? 42 millionga chiqdi, lekin bu musir menga yaxshi qimmati kerak. Vay, yana musiri. Quvvatga 124 millionda taxta yig'ilib qolibdi. Davay bolalar, aylantiramiz yana tarishi. Nima normalniy chiqmayapti? Men lag kuchaytirdim-ku. Keling, mana shu ikkalasi ochib qo'yaylik. Max qilib qo'ydim. Qani endi ko'ramiz. Normalniy tusharmikin? Yo, 42 millionlik bolalar. Menga vaqti qimmat kerak. Yo'q. Ko'rsanmi bu zavodimda? Musirlar chiqibdi lekin faqat. Yo'q. Musir-ku.
G'irt musur o'zi ham. Hali ham chiqmayapti. Men uchun ham olib tushirishim mana narsani 150 millionga yaxshi chiqdi. 1 milliard 200 millionga chiqdi. 248 millionga aniqladim. 200 million da taxtiga qilib qo'yganman. Hammasini bitta tugatish uchun 8 ta Robux. 8 ta Robuxga hammasini bitta tugatsam bo'lar ekan. Yo biz hozir pullarni yig'amiz bo'ldi. Voy bile, mana bosib olibman. Yo'qolib ketdi bola. Nimaga bosdim? Chaqib qoldim. Voy bile. Voy bile bola. Voy bile. Voy bola, nima qildim? Chiqib qo'ydim, tikka chiqib qo'ydim borib. Hali bola sotilib bo'lgani yo'q. Yo'q. Bunlarligini olardim borib. Bola, qayerga yo'qolding bunlarligim? Chiqmayapti endi normallisi. Yo, mayda chiqadi. Nimani? Shaytonning ko'rsatku. Mana nima? Taxtani. Unga hali bolg'a kerak-ku unga qo'ygani. 4 millionga chiqdi. Musir vaqti. 5 million. Hozir pulim yo'qolib ketadi odamlar pulim. Yig'otganman pulim. Olsang, Musir ko'p millionlik. Nima qilaman? 1 milliardlik kerak. 1 milliardlik. Axir pulim yo'qolib ketadi hozir. 160 million. Buni qara. 160 million bormaydi hali. Mana kuchaytiraydi. Mana senga 3 millionga sotyapti endi. Necha? 13 millionga chiqdi. Yo'q, musir. Yana 1 milliard. Bu ham musir. 1 milliard? 400 millionga. Shu. Mana 400 million. 11 ga. 11 gadan kuchaytiramiz. Hozir ham qanchadan berishini ko'rasan. 7 millionga 7x stamp. Buni olamiz, buni olamiz. Endi stamplarni almashtirib chiqsam bor-ku, vaqti jinnicha beradi, qara. Qara. Shadow'da almashtiramiz. 300 Oye. 400 kerak. 3.5x qo'yib qo'yganman. 5x qo'yamiz unga. Yo'q. Yo'q kerak. Nima qildim hozir? 7x borgan-ku. Voy, menigini almashtirib qo'yibman. To'xta. Bunga buni qo'yish kerak. 7x. 7x desa, men futuristikka qo'yamiz va buni 5 millionta taxtadan beryapti sekundiga. 5 millionta taxta, 240 millionta taxtam bor. Buni yetib ketamiz, voy bilib. Endi bizga nima kerak? Endi ana kuchaytirsa bo'ladi mana. Qana 1 million kutib qo'y. Mana endi. 1 million o'ya. Yana 1 million. Milliard dollar. Taxta 500 million taxta qilib qo'ygan. 600 million pul kerak menga, 600 million. Yana misollar. Taxta 13 milliard free, lekin gruppa yozilish kerak. Men gruppaga chiqirsam ekan-a? Giring. Yo'q, mayli. Xolos gruppa yozib kelaman. Oppa, bola qaytib kirdim. Qani hozir pulni ko'ramiz. Yo'q. Voy. 13 milliard. Voy. Gruppaga qo'shildim-ku. Birinchimi? Gruppa qo'shib. Bermayapti. Voy, pilla bermayapti. Berdi. Menga ham berib qolar hozir. Beradi bizdan bir 2 minutda. Пожалуйста, ver iltimos. 4 milliard. Sho'mayo. Tupoy 3 milliard pulim bor meni o'sha. 8 milliard tegishim kerak yana. 13 millionlik axir chiqdi. Mana shu qimmatdan kerak menga axirlarni hozir. 1 milliarddan chiqmaydi. Ancha desang. Men qancha kuchaytirishim kerak buni yana? Men normal o'shtirib qo'ydim. 5 milliard pulim bor. To'xtab tur. Tilova olib. Mana qara, voy bile. 130 millionlik yo'q musiri. 600 million dami bor. 600 million qilib qo'yamiz. Davay. Yorbek yana. Ana bu yerda 1 milliardlik mana 1 milliardlik. Shu. Chipmunk. Chipmunkni olamiz. Qara, chipmunkni endi mana buni o'rniga qo'yib qo'yaman-da. Nega? Buni bu yerga qo'yamiz. Buni tagiga 3x 3.5x qo'yamiz. Endi chipmunkni yomon ham kuchaytiraman. Qaranglar. Bosmayapti ustiga, nimaga? 17 million. Voy bile. Qaylar. Olamiz. 7x'ga qaysi edi? Mana shu shekilli. Asosiy. Mana shu 7x'ga. Akku. Almashtiramiz. 5x ekan bu. Olmasadi. 7x'ga qani? Ana sog'lig'ini olishdi. Mana. Buni olamiz. Buni o'rniga buni qo'yamiz. 24 million buni qo'ydik. 8 million. Mana shu qo'yamiz hozir. Yo'q. Chayli? 7,5 million. Bunisi boshqa gap. Yordikmi? Mana sotaveramiz. Sotaveramiz. Tursin. 2,7 milliard. Oh my god. 2,7 milliard. Qachon tugadi bo'ladi bu?
Axi speed kuchaytirib tutsak, ko'payadi taxtlarimiz, lekin bolalar bizga hozir mana pulni ko'paytirib beradigan narsa kerak. Biz mana uni ko'proq kuchaytirishimiz kerak. Taxtlar ashi ko'payaveradi, tinmasdan ko'payadi taxtlar. Hozir korrupsiyani yig'amiz. Bu 100 milliardlik tushsa-da, gold nima? O'sha tushsa-da, yorvoraman bolalar. O'shani o'qi. 1 milliard degani tushdi. 4 milliardga chiqdi. Yo'q, 4 milliard. Mana. Вообще taxtalar вообще tez ko'payyapti. 6 milliard chiqdi. Mana remove qilamiz. Rubellar вообще kerak emas. Mana yetdi. Короче, 400 kaligan bizga o'zi kerak emas-da. Obsidian вообще kerak emas. Mana uchalasini sotib olamiz. Up qilib, tepadagi mana multilarga buni qo'yib qo'yamiz-da, ikkalasiga. Down qilamiz. 2,5 million taxtamiz bor. 800 kun uchiramiz. 36 milliondan sotyapti endi. Mana bir narligini olib qo'yish joylashtirib qo'yamiz. Yana buni ko'taramiz. 6 milliondan beryapti. 8 milliard pul berdi menga yana. Buni ko'taramiz. 55 milliondan sotyapti. 100 milliondan 1 milliarddan sotsa-da, вообще yo'llar yoraverardik. Bu narsa kiribdi. Ha. Oxirdan shekilli. Yo'q, короче, bolalar, mana shu joyda men videoni tugataman. Ko'rayotganingizda вообще taxtamiz ham ko'payib ketdi. Ba'zan shunday kuchayib ketdi. Menimcha men yutdim deb o'ylayman bolalar, chunki meniki вообще kuchaydi-da. Короче, bolalar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Videoga 1000 ta like yozsa, buni videoning albatta ikkinchi qismini chiqaraman bolalar. Keyingi videoda ko'rishguncha kanallarni hammasiga obuna bo'lib qo'yinglar. Xayr.